Rasululloh turgandek bo'lasan. Yo'q, Rasululloh o'zlari nima? Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Ali, Imom Hasan, Imom Husaynlar. Rasululloh aytlarki, kiringlar hujra hovlida devorda ililiq turibdi o'sha qamchi. Yo Ali, Fatima Zahrodan so'rang, olib beradilar. Hazrat Ali kirib qamchini oqtarayotdilar. Fatima Zahro onamiz so'radilar, "Nima oqtaryapsiz, yo Ali?" Rasulullohning falon jangda ishlatgan qamchilari bor ekan, devorda ililiq, shuni oqtaryapti. Olib berdilar. Rasulullohga nima darkor ekan hozir? Hozir o'zi zo'rg'a chiqqan bo'lsalar, Rasululloh o'zlari bilan o'zlari bo'lsalar, nima darkor bu qamchiga? Bo'lgan voqeani aytganlarida borib, "Yo Ali, ayting o'sha ukoshaga, meni ursin, men qizlari, farzandlarini ichidagi eng suyuklilari men bo'laman. Meni ursa Rasululloh turgandek bo'ladi." Hazrat Ali borib, "Yo ukosha, ayolim, Rasulullohning qizlari Fatima meni ursin deyaptilar, meni ur deyaptilar. Rasululloh turgandek bo'lar ekansan." "Yo'q, men Rasulullohning o'zlarini uraman." Rasululloh aytdilar, "Ol qasosingni" deb qamchini berdilar. Ukosha aytdilarki, "Ya Rasululloh, o'sha zamonda, o'sha vaqtda urush, jang issiq mahallada bo'lganda men isib ketganimdan ko'ylagimni yechib olgan edim. Meni tanamga bu qamchiz yalang'och holatda